Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tinglovchilar, Nevroz.uz Telegram kanali obunachilari, xayrli kun barchalarga. Bugun sizlar bilan juda ham bir muhim va dolzarb mavzuda gaplashmoqchiman. Bugungi gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyim ancha vaqtdan beri meni o'zimni ichki o'sha fikr, mulohazalarim, tahliliy jarayonlarim bilan bog'liq. Bugun sizlar bilan tibbiyot haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan doktorlar haqida gaplashamiz va bugungi kunda men ko'rayotgan aynan tibbiyotdagi xatoliklar, aynan doktorlar bilan bog'liq, vrachlar bilan bog'liq bo'ladigan xato, kamchiliklarni sizlar bilan birgalikda muhokama qilmoqchiman. Videolarimda ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar deyman. Audioda esa quloqchinlarni, ya'ni naushniklarni taqib, o'zlaringga ozroq vaqt ajratib, tinchroq joyga o'tib, kim tabiga ko'ra choy yaxshi ko'radimi, kofe yaxshi ko'radimi, kompot yaxshi ko'radimi, qanaqadir shirin napitkalar yaxshi ko'radimi, kefir yaxshi ko'radimi, qimiz yaxshi ko'radimi, chalob yaxshi ko'radimi, o'zlarining yaxshi ko'rgan ichimlikni oldilaringga olib, ana shu audio podkastimizni diqqat va e'tibor bilan tinglashlaringni tavsiya qilaman. Men o'ylayman, bu audio podkast tibbiyot va doktorlar borasida sizlarni ko'p savollaringga javob beradi bir va aynan tibbiyot va doktorlarni yo'l qo'yadigan xatoliklarini tushunish, ko'rish va bu xatoliklarni qurboni bo'lmaslik imkonini beradi inshaalloh. Men bugungi audioni boshlashdan oldin avvalambor ta'kidlab o'tmoqchiman. Vнимание degan belgini qo'yib ketgan bo'lardim agar bu video bo'lsa, diqqat degan belgini qo'yib ketgan bo'lardim. Afsus, bu video emas. Bu audio. Shuning uchun men sizlarni diqqatlaringni shu joyga qaratmoqchiman va yana bir bora ta'kidlab o'tmoqchiman. Men doktor emasman. Men vrach, nevrolog, nevropatolog, terapevt, kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog emasman. Men xirurg emasman. Lekin meni olib borayotgan faoliyatim tibbiyotga, fiziologiyaga aloqador. Men 10 yilga yaqinroq davomida olib borayotgan har kungi ish faoliyatimda tibbiyot bilan, fiziologiya bilan chambarchas to'qnash kelaman. O'zumuman meni olib borayotgan faoliyatim bazasida, ya'ni poydevorida tibbiyot va fiziologiya juda ham muhim o'rin tutadi. To'g'ri, men tibbiyot institutida o'qimaganman, men doktor emasman, men vrach emasman, lekin shu bilan birgalikda tibbiyot haqida gapirishga haqqim bor va bu borada bilimim yetarli deb o'ylayman. Asosiysi bu xalqqa manfaatli bo'lsa bo'ldi. Men bugungi audiom orqali aynan kimnidir agarotiga tosh otib, kimnidir kamchiligini ko'rsatib berish emas. Xalqqa manfaatli bo'ladigan mavzuni sizlar bilan birgalikda tahlil qilmoqchiman. Mana vrach nevrologlar bor, nevropatologlar bor, kardiologlar bor, endokrinolog, gastroenterologlar bor va shu bilan birgalikda vrach terapevt bor. Bizda vrach terapevtni o'rni unaqa yuqori emasdi. Ya'ni nevrolog va kardiologlar bilan solishtirganda vrach terapevt tak ikkinchi darajali ko'proq hisoblanadi. Bu achchiq haqiqat. Terapevtlar buni qo'llab-quvvatlaydi, to'g'ri tushunishadi va xafa bo'lishmaydi degan umiddaman. Aslini olganda vrach terapevt bu juda ham muhim doktor hisoblanadi. Doktor первой liniya hisoblanadi. Nimaga? Chunki vrach terapevt soch tolasidan tortib oyoq tirnog'ining uchigacha, ya'ni bemorni ko'rishi mumkin. Bemorni soch tolasidan tortib oyoq tirnog'ining uchigacha bo'ladigan shikoyatlarni quloq solishi mumkin. Kerakli xulosalar chiqarishi mumkin. Kerakli diagnostikani amalga oshirishi mumkin. Va agar deylik lecheniya yoki bemorni aniqlangan muammosi juda jiddiy bo'lmasa, juda murakkab bo'lmasa, o'zi ham lecheniya yozib beradi. Agar qaysidir bir organ bilan yoki qaysidir bir soha bilan bog'liq tor doiradagi jiddiy muammo bo'ladigan bo'lsa, kerakli vrachga yo'naltiradi terapevt. Tushunyapsizlar, ha? U ham o'zi ham davolashi mumkin, lekin o'zi davolashidan ham ko'ra u bemorni ko'rib, bemorga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri tashxis bo'yicha, tashxis qo'ymagan taqdirda ham to'g'ri gipoteza qo'yib, shu gipotezasi bo'yicha
kerakli mutaxassisga yo'naltirish kerak. Terapevtlarning ishi juda murakkab va juda ham mas'uliyatli aslini olganda. Lekin bizda O'zbekistonda terapevtlarga bunday oldida choynakcha, piyolacha turadigan, haligi chivin o'ldiradigan, pashsha o'ldiradigan muxaboyka deydi rus tilida. Hamma har xil aytadi. Endi bilmayman men nima deyiladi o'zbek tilida u. Muxaboyka bilan pashsha haydab o'tirgan odam ko'z oldiga keladi, poliklinikada o'tirgan. Aslini olganda unday emas. Misol Yevropalarda terapevtlar очень в цене, juda ham qadrli. Va shundan kelib chiqib man ko'p guvohi bo'lamanda, nafaqat misol terapevtlarni, balki nevrologlarni ham, kardiologlarni ham, bugungi kunda mana o'zimni ham misol ishim tushib turadi. Oila a'zolarimni ish tushib turadi yoki ko'p deylik menga murojaat qilayotgan patsientlarni aynan o'sha doktorlarga ish tushadi, tana nuqtai nazaridan boshqa. Va doktorlarni qiladigan noto'g'ri xulosalari, doktorlarni zamondan ortda qolib ketgan ma'lum bir xulosalari, ma'lum bir tavsiyalari, ko'r-ko'rona noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri tashxisni davolash bo'yicha berayotgan tavsiyalariga ko'zim tushadi. Mani o'zim oxirgi vaqtlarda to'g'risi doktorlarga umuman ishonmay qoldim. Umuman. Chunki misol men o'zim juda ham yaxshi tushunaman, lekin qanaqadir misol men ham tirik insonman. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha borki, doktor o'zi kasal bo'lmasligi kerak. Doktor kasal bo'lsa, siz ham kasal bo'lasizmi degandek qarashadi. Albatta biz ham tirik insonmiz. Misol nimadir bezovta qilsa, boshqa bo'lsa doktorga borsam, ya'ni men vrach bo'lmay turib doktor qanchalik noto'g'ri xulosa qilayotganligi va umuman uni xulosasida mantiq yo'qligi, xulosasida nimaga asoslanganligini tushuntirib bera olmaganligi, lekin shu borada lecheniya taklif etayotganligining guvohi bo'laman. Misol yaqinda bir holat bo'ldi. Xullas kuchli bosh aylanish bo'ldi menda bir joyda. Kuchli bosh aylanish bo'ldi. Xuddi hushimdan ketadigandek holat bo'ldi. Endi nima bilan bog'liq bo'lganligini aniq bilmayman. Bu bitta narsa bilan bog'liq bo'lgan narsa emas. Bu yerda bir qator faktorlar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha kun ertalabdan aynan o'sha anomal issiqni eng boshlanish kuni edi. Ertalabdan 2 ta espresso ichgandim. Emotsional kun bo'lgandi. Ya'ni menda negativ emotsiyalar emas, nabarot xursandchilik va emotsional podiyomda edim. Emotsional siz podiyomda bo'lasizmi yoki nabarot negativ holatda bo'lasizmi? Bizning fiziologiyamiz buni bir xil qabul qiladi. Ya'ni bizni vegetatikamiz, ya'ni vegetativ asab tizimimiz bunga bir xil javob qaytaradi. Va obed qilib ishga ketayotganimda magazinga kirib, yaxshi kola ichib, men original test banishni kolani yaxshi ko'raman. Kirib kola olay deganimda, shu xolodilnikni ochib kola tanlab turganimda reski bosh aylanish bo'ldi. Xuddi hushdan ketadigandek holat bo'ldi. Ko'zim oldi qorong'ilashgandek bo'ldi. Va bir muddat meni chap tomonga olib ketgandek bo'ldi. Ya'ni men xolodilnikni yopib ko'chaga chiqmoqchi bo'ldim va bir muddat meni chap tomonga o'sha deylik olib ketgandek bo'ldi. Ya'ni koordinatsiya ozroq muddatga sal yo'qoldi. Yo'q, ichimda qanaqadir bir boshqacha holat bo'ldi-da, keyin ko'chaga chiqdim. Ozroq toza havoda nafas oldim. Mashinamga o'tirdim, suv bor edi. 1-2 qultum suv ichdim, sal holatim yaxshilangandek bo'ldi. Lekin baribir bu nima ekan, bu nimaga unaqa bo'ldi ekan deb tez yordamga bordim. Doktor ko'rayapti endi, albatta bunaqa holat hech bo'lmagan. O'sha xavotir, harorati bu holatda siz hali befarq bo'la olmaysiz. To'g'risi, befarq bo'lish uchun inson aqli zaif bo'lishi kerak menimcha. Xavotir bilan bordim, bezovtalik bilan bordim, shoshib kirdim. Qon bosimimni o'lchayapti, 160 ko'rsatyapti-da, keyin gipertonicheskiy kriz degan tashxis qo'yapti. Men aytayapman, siz gipertonicheskiy kriz deb tashxis qo'yish uchun meni davleniyamni 3-4 hafta nazorat qilib, 3-4 hafta har qanday holatda ham davleniyam baland bo'lsa, keyin gipertoniya deb tashxis qo'yishingiz kerak-ku. Menda hozir xavotir bor, menda hozir bezovtalik bor. Men shu holatdan ozroq bezovta bo'ldim. To'g'ri, menda panika bo'lmadi-yu, lekin nimaga unaqa bo'ldi ekan degan xavotir bo'ldi baribir. Bo'ldi, hayajon, xavotir bo'ldi menda. Va hozir ham shu holatdaman qisman.
Balki bu situatsionniy давление bo'lishi mumkinki desam, yo'q deb gipotenzivniy dori tavsiya qilyapti. Bo'ldi, rahmat sizga deb chiqib ketdim. Uyga keldim, ozroq damimni oldim. Ozroq yotdim, keyin давлениямni o'lchab ko'rsam 120 ga 80. Ya'ni hech qanday yordamsiz давлениям o'zi tushdi va bu gipertoniya deyilmaydi-da. Tushunyapsizlarmi? Va bunday holatlarni ko'p marta ko'rganman. Va juda ko'p insonlarni noto'g'ri gipotenzivniy dori vositalariga o'tkaztirib qo'yishadi. U gipotenzivniy dori vositalarini bilasizlarmi, qancha ko'p pobochkalari bor. Gipertoniyaga ega bo'lmagan insonlarni давление doriga o'tkaztirib qo'yishadi. Inson panichniy atakani o'tkazdi yoki inson stressda, insonda kuchli xavotir harorati bo'ldi. Shu holatda давление o'lchandi. 160 ga 100 ko'rsatdi misol yoki 160 ga 90 ko'rsatdi. Bo'ldi, все, gipertoniya deb tashxis qo'yiladi, gipotenzivniy dori beriladi. Bu noto'g'ri-ku bu. Gap bitta bunda ham emas, bitta shu misolda ham emas-da. Men bu haqida ko'p gapirishim mumkin. Xullas, onamda ham yaqinda bir muammo bo'lgandi. Aslini olganda men shunday ko'rib, bu vestibulyar apparat bilan bog'liq muammo ekanligini tushundim, lekin onam har doim boradigan doktorlarga boryaptilar. Yo, bu asab bilan bog'liq, asab charchagan, boshqa qilgan deb, ya'ni yana o'sha asab tizimini tiklashga harakat bo'layapti-da. To'g'ri, asab tizimi charchagan bo'lishi mumkin, toliqqan bo'lishi mumkin, lekin onamda bo'lib turgan simptom bu vestibulyar apparat bilan bog'liq. Lekin yo'q. Bo'ldi, vestibulyar apparat inkor etib qo'yilyapti-da, bo'ldi, men shuni qilsangiz yaxshi bo'lib ketasiz. Tushunyapsizlarmi? Bu nafaqat o'zimiz bilan bog'liq misollar. Bu juda ko'plab menga murojaat qilayotgan patsientlarimni aynan o'sha doktorlar bilan bo'ladigan mana shunday bir noto'g'ri munosabatlarini ko'p yillardan beri kuzatib kelyapman va sizlarga bugun ilindim shu haqida. Men bilasizlarmi? Albatta men doktorlikka da'vogarlik qilayotganim yo'q. Albatta men doktor emasman. Tushunayapsizlarmi? Lekin aynan mana shu doktorlar va tibbiyot bilan bog'liq bir qator muammolarni ko'rib, men shunaqa xulosaga keldim. Qaranglar. Haqiqatda inson bugungi kunda endi misol tibbiyot institutida istalgan inson o'qishi mumkin. Haqiqatda inson tibbiyot institutida o'qishi mumkin. Istalgan inson o'qishi mumkin. Xohish bo'lsa bas bugungi kunda. Xohish va ozgina loy bo'lsa bas. Mayli. Va bilasizlarmi, tibbiyot institutini tamomladi degani bu hali yaxshi doktor bo'ldi degani emas. Men shunaqa xulosaga keldim va buni tajriba, buni hayot, kuzatuvlar tasdiqlayapti. Haqiqatda tibbiyot institutini tamomlab siz yaxshi xirurg bo'lishingiz mumkin misol. Xirurg yoki deylik misol yaxshi misol operatsiya qiladigan misol xirurglarni aytishimiz mumkin. Mana misol insonda ko'richak, insonda ko'richak bo'lib qoldi va uni operatsiya qilish kerak. Bu tizimli ishda, tizimli ish. U yerda qanaqadir bir improvizatsiya, u yerda bir qanaqadir xulosalar, u yerda bir qanaqadir bir yangilik qilish kerak emas-da. To'g'ri, operatsiya jarayoni har xil ketishi mumkin. Kutilmagan voqealar, kutilmagan hodisalar, kutilmagan muammolar chiqib qolishi mumkin. Men buni oson demoqchi emasman. Yo'q, noto'g'ri tushunish kerak emas. Lekin misol общий praktiki vrachlar, davolovchi vrachlar, terapevt, nevrologlar, gastroenterologlar, kardiologlarda tahliliy jarayon ko'proq. Tahlil qilish kerak, gipotezalar qo'yish kerak, diagnostika qilish kerak, har tomonini ko'rish kerak bo'ladi-da. Tushunyapsizlarmi? Bu tomonlama aynan mana shu tahliliy va tafakkur qilinadigan jarayonlar, diagnostik jarayonlar aynan общий praktiki vrachlarda ko'proq. Shundan kelib chiqib, men bilasizlarmi qanaqa xulosaga keldim. Istalgan inson tibbiyot institutini tamomlashi mumkin, lekin siz tibbiyot instituti diplomiga ega ekanligi sizni yaxshi va malakali vrach ekanligingizni anglatmaydi. Hech qaysi institutda o'qib o'rganib bo'lmaydigan xislatlar va jihatlar bor nazarimda. Bu intellekt,
bu tafakkur, bu analiz, intellektga tayangan holatda, ilmu fanga tayangan holatda, bu gipoteza, bu diagnostika, bu tanqidiy fikrlash, bu darhol xulosa qilmaslik, kuzatuv, tavakkal, har xil gipotezalarni tekshirish. Mana bu narsalarni to'g'risini aytaman, har kimni ham qo'ldan kelmaydi. Bu o'zi bilasizmi, buni o'rganish qiyin. To'g'ri, inson tajribasi, inson o'z ustida ishlashi natijasida bu narsalarga erishishi mumkin, lekin ko'proq Alloh tomonidan beriladimi deb o'ylayman bu narsani. Qobiliyatda baribir ko'proq. Va bilim plus qobiliyat meni nazarimda haqiqatda doktorni, yaxshi doktor, haqiqatda doktor от Бога deyiladi-ku, Alloh tomonidan, ya'ni berilgan kasb deyiladi-ku, o'z ishini ustasi deymiz. Mana shu ikkita tomonlama, men o'ylayman, ikkala men aytgan tomonlar birlashsa, inson haqiqatda yaxshi mutaxassis bo'ladi deb o'ylayman. Va bu birlashmagan doktorlar ko'pchilikni tashkil etadi. 90-95% tashkil etadi. Va shundan kelib chiqib xato kamchiliklar ko'p. Davolanish jarayonida noto'g'ri diagnozlar, noto'g'ri xulosalar, boshqasi juda ham ko'p, aziz do'stlar. Va men o'ylayman, hamkasblar, doktorlar gaplarimdan xafa bo'lmaydi. Bu nabarot izlanishga, bu nabarot ana shu o'zlarining xato va kamchiliklariga sal tanqidiy qarashga turtki bo'lish kerak aslini olganda. Oddiy xalq uchun bu, ya'ni bilim berish kerak, oddiy xalqni sal, ya'ni doktorning gapiga ham har doim ham ko'r-ko'rona ishonib, uni aytganini ko'r-ko'rona qilib ketaverish kerak emas. Ali ibn Sinoni nasihatlari bor. Umuman tibbiyotda shifokorlarga bergan eng kuchli, eng katta nasihati bor. Ne navridi, ya'ni o'zingni kasbingda va o'zingni sohangda, senga berilgan vakolatda eng asosiysi ne navridi qanday bo'ladi o'zbek tilida? Yomonlik qilib qo'yma, yomonlik ham demagan bo'lardim buni. Insonga yomonlik qilib qo'yma, insonga yomon, noto'g'ri tavsiyang bilan insonni adashtirib qo'yma. Ne navridi. Aziz do'stlar, kechirasizlar, kimga qiziq bo'lsa Google ChatGPT sizlarga yordamchi. Ne navridini o'zbek tiliga ko'chiringlar, javob beradi sizlarga. Ne navridi. Mana shu eng asosiy nasihat, eng asosiy tavsiya. Va doktor, men bilmadim, men tushunmadim, men xulosa qila olmadim deya olish kerak gohida. Men doktorman, qanday men u gaplarni gapiraman? Men u gaplarni gapirishim mumkin emas, bo'lmaydi. Men o'zimni aqlli tutib, istalgan kelgan odamga bo'ldi, men tushundim deb, men dori yozib berishim kerak degan xulosa va tushunchadan voz kechish kerak. Qayerdadir doktor, men bilmadim, men topolmadim sizni kasallingizni, men tushunmadim deya olish kerak. Chunki ne navridi asosiysi. Ne navridi. Xuddi shunday doktor bilmasa ham, men buni qilib ko'ring qani deb insonni to'g'ri yo'nalish berish o'rniga noto'g'ri yo'nalishga yo'naltirishi, bu bemorga navridit qilgani. Ya'ni shundaylarmi, bemorni chalg'itgani bo'ladi bu. Bemorga muammo keltiryapti. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni inson ko'rishi mumkin, inson aytishi mumkin, haqiqatda men siz haqingizda bunday deb o'ylayapman, siz haqingizda menda shunaqa taassurot uyg'ondi. Lekin men tavsiya qilgan bo'lardimki, misol, siz mana gastroenterologga borib ko'ring yoki siz mana bu vrachga borib ko'ring yoki mana bu tibbiy tekshiruvlarni topshirib ko'ring. Ya'ni yo'nalish. O'zi aslini olganda yaxshi shifokor
yaxshi shifokor, terapevt bu yo'naltiruvchi. Keldingiz, ko'rdi, sizni holatingizga baho berdi va sizga yo'nalish berdi. To'g'ri yo'nalish berdi. Mana shu juda muhimda, lekin to'g'ri yo'nalish bermay, noto'g'ri yo'lga yo'naltiradigan bizda shifokorlar ko'pda. Bu ne navridi degan nasihat qayerga qoldi? Ne navridi. Asosiy nasihat ne navridi. Shu uchun mana shunaqa obunachilarim bor, aziz do'stlar. Men xursandman. Men bu bilan maqtanayotganim yo'q yoki deylik boshqa narsa. Men o'zimni qanaqadir misol doktorman deb o'zimni doktor sifatida pozitsionerovat qilmoqchi emasman. Men bugun ta'kidladim. Men doktor emasman dedim, ha? Men doktor qiladigan ishni qila olmayman. Men vrach emasman dedim. Lekin ko'pchilik patsientlarim bor. Misol menga aytadi, Erkin aka, men sizni doktor sifatida hurmat qilaman. Sizni faqat bilimingizga ishonaman. Sizga ixlosim baland va shuning natijasida menga faqat asab va ruhiyat muammolari bilan murojaat qilishmaydi. Ya'ni menga istalgan turdagi muammo bilan murojaat qilishadi. Ya'ni ko'plab patsientlarim bor, meni o'zimni terapiyamdagilar yoki qachondir terapiyamda bo'lganlar, meni ko'p yillardan beri kuzatib kelayotganlar bor. Murojaat qiladi, Erkin aka, misol men bu narsa bezovta qilib turibdi, nima deysiz deydi. Men aytaman, men bu analizlarni tekshirib menga jo'nating qani, keyin shunga qarab aytaman deyman. Misol oxirgi mana deylik ko'p misollar keltirishim mumkin. Mana oxirgi issiq tandirdan chiqqan misollardan biri, yaqinda bir patsientim murojaat qilyaptilar. Ustoz, o'sha och qolgan vaqtimda panichniy ataka kuchayib qolyapti, qo'rquv kuchayib qolyapti, bezovtalik kuchayib qolyapti, qaltirab qolyapman. Men aytayapman, bu haqiqatda misol nevroz bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda glikirovanniy gemoglobinga qon topshiring qani, qanaqa chiqargan javobi shunga qarab men sizga aytaman. Qon topshiryaptilar, glikirovanniy gemoglobin balandroq chiqyapti. Bundan kelib chiqib, bu nimani anglatadi? Oxirgi 3-4 oy ichida insonning qand miqdori reski tushib ketgan yoki reski ko'tarilib ketgan holatlar bor insonda. Analiz shuni ko'rsatyapti. Va mana miyamda shunaqa gipoteza uyg'onyaptiki, haqiqatda bu xavotir bilan ham bo'lishi mumkin, qo'rquv bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin mana analiz javobi bu qand miqdori bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti. Shunda men aytayapman, endokrinologga bir ko'rinasiz, shu analizlarni ko'rsating va bo'layotgan shikoyatlaringizni ayting deyapman. Inson endokrinologga boryapti, endokrinolog kerakli dorilarni yozib beryapti va bu inson menga minnatdorchilik bildiryapti. Haqiqatda endi siz baribir tajribangiz oshib ketdi, o'z ishini ustasisiz. Haqiqatda to'g'ri yo'nalish berdingiz menga. Bunaqa misollarni men minglab keltirishim mumkin. Minglab men bunaqa misollar keltirishim mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni yo'nalish bera olish bu tafakkur orqali, analiz orqali bo'ladi-da. Shundan kelib chiqib yo'nalish berish kerak, shundan kelib chiqib kerakli tomonlarni ko'rish kerak bo'ladi, isloh qilish kerak bo'ladi. Ko'r-ko'rona, bo'ldi, bo'ldi, shundan ekan deb tavsiya qilinmaydi hech qachon insonga. Men hech qachon bir insonga ko'r-ko'rona deylik, sport bilan shug'ullaning degan tavsiyani bermayman misol, mutaxassis o'laroq. Men bilmayman, bu insonga balki sport bilan shug'ullanish taqiqlangandir. Qanday qilib ko'r-ko'rona sport bilan shug'ullaning deyish mumkin? Vaholanki tashqi ko'rinishdan inson yosh va sog'lom bo'lgan taqdirda ham. Bu noto'g'ri, ne navridi. Siz sport bilan shug'ullan deb yaxshi tavsiya berishingiz mumkin. Lekin sport bu insonga zarar keltirib qo'yishi mumkin. Dieta qilishing kerak deydigan dietologlar bor, biladi. Mayli, so'kinish xohlamayman. Hozir dietolog bilan psixolog to'lib ketdi, biladi. Endi dieta, hammani dietaga padre, dieta. Da вы, блядь, дуры ебанашки. Sizlar ishonchlaring komilmi? Что har bir insonga dieta yordam beradi. Balki qaysidir insonga dieta nabarot zarar keltirar. Duri. Tushunyapsizlarmi? Mana shu narsa meni og'rig'im. Men har kun ko'rayapman jamiyatimizda bu narsani. Sodda insonlar bilmaydi. Mana bu mutaxassis ekan, mana buni 300 ming obunachisi bor ekan, aytganini qilib ketaveradi-da.
biologik faol qo'shimchalar ichish hozir. Voy, blogerlar, men ertalabdan magniy ichaman, men ertalabdan sink ichaman, men ertalabdan omega ichaman. Yo, unday insoni. Shuni ichishga, ya'ni sabab bormi? Uni tanqisligi bormi ichyapsan? Ha? Kim maslahat berdi? Shuni ichayotganing senga foydaga ketayotganligi ishonching komilmi, biladi? Yo zararga ketayotgandir balki, dura. Shu durani tomosha qiladigan followerlari, ya'ni podpисчиклari, obunachilari kimga qanday qulay bo'lsa. Men ham ketdim. Omega bering. Вот так. Вот такой тупизм у нас в стране. Shu uchun to'g'risi shunaqa patsientlarim bor, murojaat qiladi, hamma narsa haqida men bilan maslahatlashadi. Hamma organ haqida. To'g'ri, men ularga lecheniya yozmayman, men doktor emasman, men har doim ta'kidlayman. Lekin men insonni shikoyatlarini tahlil qilib, uni tekshirib, u bilan bog'liq kerakli bo'ladigan har tomonni analizlarni ko'rib, agar qayerdadir muammo sezsam, mutaxassisga yo'naltiraman. Va bu aslini olganda eng qadrli aynan shifokorni eng qadrli xislati va jihati. Tushunyapsizlarmi? Shu uchun insonlar adashib bu sohada bunda ko'p boshi urilib, ya'ni menga aytishadi, sizga ixlosimiz baland, siz ko'ring, siz oldin tekshiring, agar muammo bo'lsa yo'nalish bering. Bu insonni vaqtini tejaydi. Tushunyapsizlarmi? Bu insonni vaqtini tejaydi. Bu inson hozir shunaqa terapiyamdagi odamlar bor, menga murojaat qiladi. Bolamda unday bo'layapti, o'g'ilchamda unday bo'ldi, onamda unday bo'ldi, ya'ni oilaviy doktor sifatida qabul qiladi meni. Men yana bir marta qizil harflar bilan katta qilib ta'kidlayman. Men doktor emasman va doktorlikka da'vogarlik qilayotganim yo'q. Lekin doktor bo'lmay turib, shoshmasdan tahlil qilib, ko'rib, analiz qilib, kamchiliklari bo'lsa yo'nalish berishim ko'pchilik aslini olganda doktorlarda bo'lish kerak bo'lgan xislat va jihatlarni namoyon etyapti-da. Va insonlar buni ko'rgani uchun, buni foydasini sezayotganligi uchun menga doktor sifatida murojaat qilishadi. Va men xohlardimki, bizda tibbiyot o'sha rivojlanishini xohlardim. Hozir zamonaviy insonni tibbiyotga ehtiyoji balandroq oldingi pokoleniyadan ko'ra. Ham jismonan, ham ruhan. Shu uchun mutaxassislar malakali bo'lish kerak. Mutaxassislarda men aytgan ikkita jihat bo'lish kerak. Faqat diplom emas, faqat oq xalat bu erishilgan yutuq sifatida emas. Unga qo'shimcha aynan yuqorida aytib o'tgan jihatlari ham bo'lish kerak. Ular bo'lmasa qiyin. Aziz do'stlar, uzun audio podkast, balki bir tomondan ikkiga bo'lingani ham yaxshi, lekin buni ikkalasini alohida eshitish kerak emas, birinma-ketin eshitish kerak-da. Orasini sovutmaslik kerak. Bu audio podkastda mana shu mavzuda sizlar bilan aynan shunday fikr, mulohazalarimni yuritmoqchi edim. Maqsadimga erishdim deb o'ylayman. Kim nima oladi bu audio podkastdan bilmayman. Umid qilaman bu audio podkastdan o'zlaring uchun kerakli xulosalarni olasizlar degan umiddaman. Har doim audio podkastlarim boshida bu haqida eslatma berardim. Bugun oxiriga to'g'ri keldi. Hozir asosiy meni e'tiborim, asosiy faoliyatim Erk yo'li yopiq hamjamiyatiga qaratilgan. Yopiq hamjamiyatimiz bor. Ya'ni yopiq kanalimiz bor. Asosiy meni kontentim eksklyuziv, boshqa joyda uchratmaydigan YouTube, Instagram sahifalarida, ochiq sahifalarda uchratmaydigan meni eksklyuziv kontentlarim, haftalik jonli efirlarim, jonli tahlillarim, audio podkastlar, ma'ruzalar, iqtiboslar, mualliflik kurslarim hammasi Erk yo'li yopiq hamjamiyatida jamlangan. Asab va ruhiyat buzilishlaridan aziyat chekayotgan, hech ham bundan qutula olmayotgan, bir qarasa yengillik, bir qarasa yana qaytib qoladigan, dorini ichib ko'rdi, doktorlarga borib ko'rdi, tabiblarga borib ko'rdi, domlalarga borib ko'rdi, psixologlarga borib ko'rdi, sehrli o'chirish, ong ostini tozalash, bir narsalar, shukronalar yozish, samoga xat yozish, baxtga ochilish, pulga ochilish, bir narsani o'chirish bilan shug'ullanib ko'rdinglar, bo'lmayaptimi? Hech bo'lmayapti. Baribir
davom etyaptimi? Men barchalarni taklif qilib qolaman o'zim erk yo'li yopiq hamjamiyatimga. Asosiy baribir bizning yo'nalishimiz asab va ruhiyat buzilishlari, nevrotik, depressiv va chegaradosh shaxs buzilishlari va ular aynan mana shu buzilishlar holatida insonda bo'ladigan ham jismoniy, ham ruhiy simptomlar, muammolar, bezovtaliklarga qaratilgan. Shu bilan birgalikda o'z ustida ishlamoqchi bo'lgan, hayotga bo'lib falsafiy qarashni o'rganmoqchi bo'lgan, stressga bardoshli bo'lishni o'rganmoqchi bo'lgan, o'zini hissiyotlarini boshqaruvini o'z qo'liga olmoqchi bo'lgan, shaxs sifatida, inson sifatida o'smoqchi, ulg'aymoqchi, o'zgarmoqchi bo'lgan insonlar uchun men tavsiya etaman erk yo'li yopiq hamjamiyatimizni. Va keyingi toifa bu mutaxassislar. Mutaxassislar, barcha vrachlar, psixologlar, psixoterapevtlar va psixiatrlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Malaka oshirish, ish o'rganish, ya'ni o'z ustingizda ishlash va mutaxassisligingizni rivojlantirishda ham men o'ylayman erk yo'li yopiq hamjamiyat hamkasblarga asqotadi degan umiddaman. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.